2026-yilgi Jahon chempionati ishtirokchilaridan biri bo'lgan Germaniya milliy terma jamoasi haqida qiziqarli faktlar. Germaniya Yevropa qit'asida joylashgan mamlakat bo'lib, uning poytaxti Berlin shahri hisoblanadi. Germaniya futbol assotsiatsiyasi FIFA tashkiloti a'zosidir. Jahon chempionatida Germaniya milliy terma jamoasi Yevropaning boshqa terma jamoalariga qaraganda eng ko'p ishtirok etgan. 23-bor o'tkazilayotgan mundial bahslarida 21-bor qatnashadi. Ilk ishtiroki 1934-yil Italiya mundiali. Eng yaxshi ishtiroklarni chempionlik bilan yakunlagan 1954, 1974, 1990 va 2014-yilgi mundiallar. Germaniya terma jamoasi safida jahon chempionatlarida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchilar ro'yxati. Germaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida eng ko'p gol urgan futbolchilar ro'yxati. Edmund Sanen Germaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida eng yosh maydonga tushgan futbolchi. Miroslav Klose Germaniya terma jamoasi safida jahon chempionatida eng yoshi katta maydonga tushgan futbolchi. Germaniya terma jamoasi jahon chempionatida guruhdan o'rin egallab, uning raqiblari Kurasao, Cote d'Ivoire hamda Ekvador milliy terma jamoalari. Jamoa birinchi turni Kurasaoga qarshi bahs bilan boshlasa, ikkinchi turda Cote d'Ivoire bilan bahs olib boradi, uchinchi turda Ekvadorni qabul qiladi.